Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Akmal Norqobilov, Sho'rchi tumanidanman. Hurmatli vatandoshlar. Dunyoda bo'layotgan gaplarni gapirishimiz kerak. Ana Trampni ham ikki oyog'i bir etikka tiqilib, Epsteynning tarbiyasini ko'rgan anavi Tramp o'zi qayoqqa yurishini ham bilmay qoldi. Eronda bo'ysundiraman dedi. Eron biz tayyormiz deyapti. Xalqi ham tayyorman deyapti. Eron xalqi hech nimadan qaytmayapti. Ko'ryapsizmi? Xalqning qanday birligini ko'ring. Xalqning birligini. Xalqning birligining asosi negizi avvalambor Eron xalqiga qonigacha singdirilgan Qur'on birinchi bo'ziladigan bo'lsa, ikkinchisi rahbariyatlari, deputatlari, ularda senatorlari, gubernatorlari bo'ladimi, hokimi bo'ladimi, prokurori bo'ladimi, hammasi shu xalqim degan odamlar. Shuning uchun Eron xalqi bir bo'lyapti. Hech qaytmaymiz deyapti. Qarang, 40 yildan beri bir mayizda bo'lib yegan xalq mana shunday bo'ladi. Bu xalqning ishonchiga kirgan ham rahbariyat ham sopdal, vijdonli, oriyatli, yenasini tishlab yemchani tishlab yemgan insonlar borki, mana shunday qiladi. Mana ko'ryapsizmi, xalq qanday birikishini qarang. Ko'ryapsizmi? Eronda men bir narsasiga qoyil qolaman xalqiga. Hali Ahmadinejad degan prezidenti bor edi. 4 yil o'tirdi, keyin xalq yana sayladi, yana 4 yil rahbarlik qildi. U ham xalqim dedi. Hali uyida xotini ovqat tayyorlab bergan, shu ovqatni jeb ishlagan. Ko'ryapsizmi? Mana qanday bo'lgan. Shuning uchun xalq hukumatiga ham, davlatiga ham, prezidentiga ham, senatiga ham ishonadi. Xudo asrasin, O'zbekistonning senatori bilan deputatlardan, ana tirik murda senatori bilan tirik murda deputatlaridan, hukumatidan xalq talashdan boshqa narsani bilmaydi. Ko'ryapsizmi? Mana xalqaro hamjamiyatda bo'layotgan ishlar bir xil aytadi, Tramp nima qilasiz, pensiyani gapiring deydi. Hurmatli vatandoshlar, dunyodagi bo'layotgan voqeadan xabardor bo'lib turish kerak. Bu kerak. Dunyo o'zgaryapti. Siz bilan biz ham o'zgarishimiz kerak, birikishimiz kerak, hurmatli vatandoshlar. Bekjizga gapirilmayapti. Mana Ukrainani xalqini ham qarang. 22-yil 24 fevralda Rossiya kirib 3 kunda Kiyev 3 kunda 4-kun Kiyevning ko'chasida parad o'tkazaman dedi. Xonavayronini chiqarib tashladi Ukraina. Na quroli bor edi, harbiy jihatdan hech nimasi yo'q edi. To'g'ri bor edi, lekin O'zbekistondagidek kuchli quroli yo'q edi. Xalqi birikdi. 3 kunda parad o'tkazasanmi dedi. 3 kunda. Mana 4 yildan oshdi, 5-yil ketyapti. Kiyev ko'chasida parad o'tkazaman deganiga ham 5 yil bo'ldi. Damdira qilib tashladi, zavodlarni uryapti, qarsilattirib. Ko'ryapsizmi? Xalq qaytmayapti. Ukrainaning harbiy emas, xalqi kuchli. Eronda ham xalqi kuchli. Ko'ryapsizmi? Harbiy emas. Harbiyning kuchliligi xalqning hukumatga ishongani. Ukraina ham xalqi hukumatga ishonadi. Xalq shuning uchun birikib turibdi. Bo'lmasam sen tufayli deb Zelenskiyni olib boradigan joyga olib borardi. Lekin birikib turibdi. Tasavvur qiling. Yana shularni kara qilib, salbiy ijobiy tomonlarini hisobga oling. Amerika oldimi Eronni? Ololmaydi. Hayotda ololmaydi. Hayotda ololmaydi. 10 ta emas 20 ta Amerikaga birikib Eronga kirsa ololmaydi. Eron Amerika Vyetnamda ololmadi. Xalqi birikdi Vyetnamliklar. Ko'ryapsizmi? Mana birikishning oqibati nimadan keladi? Xalqning birikkani
xalqning rivojlanishi bo'ladi. Taraqqiyoti bo'ladi. Xudo asrasin O'zbekistonning senatori bilan deputatlaridan, ana tirik murdalardan bir haftaga qolmay qonun ishlab chiqaradi administratsiya to'g'risida. Ko'ryapsizmi? Mana solishtirib ko'ring hammasini. Kerak bu narsa. Gapirishimiz kerak. Xalq bilish kerak. Hayotda yashayapmizmi? Achchiq chuchugini ham ko'rishimiz kerak. Amaliga kelgan 35 yil bo'ldi mustaqil deb shapatlab chovib yuribdi. 35 yilda sud tuzilma, hukumat, hokimiyat tartibga kelmadi. Prokuratura, ichki ishlar tuzilmalari, kuchlar tuzilmalari xalq ajralib qoldi hamma taraflama. Hamma dod, voy, soni yo'q. Sud islohot bo'ldimi? Bo'lgan yo'q. Mana endi oddiygina misol. Tasavvur qiling. Sirojiddin Odilov degan yigit bor. Hamma taniydi. 1 million ta muxlisi bor. Jizzaxda sud bo'ldi. Jizzaxda sud bo'lyapti. Sudya kim? Sanjar Rasulov degan sudya bor ekan. Sanjar Rasulov, yaxshilab eshitib qo'y. Sen va sen kabi Oliy sudning rahbariyati ham hammalaring eshitib qo'yinglar. Sirojiddin Odilovda 1 millionga yaqin xalq hurmatini qiladi. O'zbekiston xalqi Robbaxon Mahmudova bilan qo'shilib butun tuzilmangizlar bilan 4000 ta bo'lasizlarmi, 5000 ta bo'lasizlarmi, biriksalaring ham bitta mana shunday YouTube kanalda bir kanal ochib biriksalaring ham bor-ku, xafa bo'lmanglar. Robbaxon Mahmudova xafa bo'lmang. Achchiq haqiqatni gapiraman. Butun O'zbekistondagi konstitutsiya sudyasi bo'ladimi? Haliga sudyalar oliy kengashi bo'ladimi? Sudyalar assotsiatsiyasi bo'ladimi? Sudyalar oliy sudning butun tuzilmangiz bilan bor-ku, biriksalaringiz ham bor-ku, Sirojiddin Odilovday bo'la olmaysizlar. Xafa bo'lmanglar. U xalq uchun xizmat qildi. Hozir tuhmatda o'tiribdi. Bu tuhmatlarda Stalinning davrida 30-yillarda ham bo'lgan. Karim davrida вообще ashaddiy bo'lib ketdi. Sharmandasi chiqdi O'zbekistonda. Dodangda. Dodda emish. Qanchadan qancha odamni jostig'ini quritdi bu. O'lib ketdi. Unga xizmat qilaman deb ana Nodir To'raqilovga o'xshagan tergovchilar ham hezalak bo'lib qoldi. Hezalak. Hali 15-16 yildan keyin chiqqandan keyin yaxshi kun ko'raman deb o'tiribdi. Qayerda ko'radi? Hali uni hisobi bo'ladi, javobi bo'ladi uni. Hali jengil bo'ldi unga. O'ziki uni qamamaslik kerak edi. Mana ko'ryapsizmi? Men hozir Sirojiddin Odilovni mana shu yigitni anchadan beri muxlisiman. Mana shu yigitni endi qarang, Sanjar Rasulov degani sudda o'zi aslida borku, u Sirojiddin odam o'ldirgan yo'q. Davlatni pulini o'margan ham yo'q. Narkotik bilan shug'ullangan yo'q, terrorist emas. Ochiqqa ehtiyot chorasimi nima bo'la? Shunga chiqarib sud qilsa bo'lardi. Uni sud qiladigan sudya borki, enasidan tug'ilgandan keyin xolan emgan sudya bo'lish kerak. Isbotlab berilmadi prokurori. Tergovchi ham isbotlab berilmadi. Sud jarayonida men qatnashganim yo'q. Qatnashganlar aytayapti chiqib. Asos yo'q deyapti. Sanjar Rasulov, Navoiyga qochib ketdingmi hali sen? Sen to'xtab turgin. Seni bir butun qilgan ishlaringni endi sekin ko'tarishimiz kerak. Senga o'xshagan sudyalar o'tirmaslik kerak. Dushanba kunga qoldirding. Qayta tergov sudi deb. Sen birini yakunlab, undan keyin Navoiyga ketgan edi. Ya shu Jizzaxning hali
Kimidan o borku, sudyalar hali keyin qolmaman yodgarim. Seni shu yoqqa qochirdim ya. Ha? Nima sudda yakunlab chiqib ketmaysan? Hurmati Sanjar Rasulov sudya eshitib qo'ying. Agar hurmatingiz bo'lganda men sizlab turib gaplashardim. Yoshingiz katta bo'ladimi, kichkina bo'ladimi, hurmat bilan gaplashardim. Ammo lekin sizga o'xshagan sudyalar bor-ku. Mana Yevropa mamlakatlarida, Amerika mamlakatlarida itini ham boqtirmaydi xalq. Boqang shu bo'ladi sen sudyani. Verganlar senga o'xshagan sudyani. Qochib ketibdi deymish. Ehtiyot chorasini ko'rib, sud qilsa bo'lmasmidi? Milliardlab o'margan generalni ehtiyot chorasi bilan chiqarib qo'ysin. Davlat chiqarib qo'yibdi shuni, sudyalar. Nimaga? Shoxi bormi uni? Ulardan jirkanadi xalq. Shu ehtiyot chorasi bilan chiqarilgan. Lekin Sirojiddin Odilovning hurmati bor inson bola. Rahmat shu jigitning tarbiyalagan ota-onasiga, o'qitgan o'qituvchisiga milliondan million rahmat aytaman. Butun internet tarmog'i qarab turibdi xalq. Qoni bu adolatsiz sud bo'lamagan, jo'qmagandim. Bu rahbariyat degan oliy sudda sudya bor. Bular nima qilyapti bular? Bilaman, sudyalar bir-biriga bosim qila olmaydi, u qonunda belgilanib qo'yibdi. Lekin sudyalar oliy kengashi degan tashkilot bor. Baho beradigan. Sudyaniku endi rasvosi chiqdi endi. Rasvo bu, 35 yildan beri sudya tartibga kelmadi. 3 kun qarang. To'qsa bolasi bor-ku, kuchuk deydi. Kichirasilarda kuchuk deymiz. 3 kun non bersangiz, 3 yildan keyin u qopqir it bo'ladi. Lekin shu qopqir it sizni ko'rsa, hurmatingizni joyiga qo'yadi. Qarang, itga 3 kun ovqat bersangiz, 3 yildan keyin kelsangiz ham sizni hurmatingizni qiladi. Ammo lekin 35 yildan beri sudyani boqamiz. Adolat qani? Robbaxon Mahmudova, Oliy sudning raisi, mana shu meni gapirgan gapimda Oliy suddagi hammasiga ko'rsatib bering. Gapira olmasangiz, meni ko'rsatib bering. Men gapiraman. Корми dedi собаку 3 дня dedi. Через 3 года dedi. С уважением относится dedi. Hurmat qiladi deyapti. 3 kun itni boqsang, 3 yildan keyin borsang, hurmatingni joyiga qiladi dedi. Hurmatli Robbaxon Mahmudova, Oliy sudning raisi. Sigirga jem xashagini suvini bersa, sut, qatiq, qaymoq, go'sht, kolbasa, sariyog', pishloq beradi. Natijasini ko'ryapsizmi? Solishtirib ko'rish kerak. 35 yildan beri sudni boqdik, prokurorni boqdik, prezident administratsiyasini boqdik, senatorni boqdik, deputatni boqdik, prokuror hammasini boqib kelyapmiz. Natija qani? Boqib keldik. Pensiyaga chiqqandan keyin bir adolatli pensiya ta'minlashni yo'lga qo'ydim. Noyabrdan beri chiqyapman. Bir haftada administratsiya to'g'risida qonunda ishlab chiqarib o'tiribdi. Afsus. 35 yil boqib bizday bo'lardi. Senator, tirik murda senator, tirik murda parlament deputatlari, tirik murda 5 ta siyosiy partiyani. Natijasini qaranglar. Mana sud ham shunday yotibdi.
Gazku rasva ta'minoti. Svet ko'chada eshak o'sirsa svet o'chib qoladigan qolgan O'zbekistonda. Bu ochiq haqiqatni gapirishimiz kerak. Nima gapirmaymiz? Boshimizdan o'tkazmadikmi? Stalinning repressiyasini boshimizdan o'tkazdik. Zolim Karimovning davrini boshimizdan o'tkazdik. Odamlar ishsiz bo'lib qoldi. Hech bo'lmasa pensiyaga chiqqandan keyin O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyon qonunining 46-moddasiga asoslab qonun ishlab chiqaringlar deyapman. Tavba qildim. Mana sudyalarni ham gapiryapmiz, pensiyani ham gapiryapmiz, gaz ta'minotini ham gapiryapmiz. Gaz ta'minoti bo'lgandan keyin neft gaz bo'ladimi? Shuni ministri kim ekan shuni? Keyingi safar bilib chiqaman uni, qilamiz, gapiramiz, qanday odam ekan. Elektrika endi gapirganligi yo'q. Yaponiyaning ministri 20 minutmi bir qishlog'ida svet o'chib qolganiga 20 minut xalqdan kechirib, tiz cho'kib kechirim so'rab, arzani berib ketdi. O'zbekistondagi vazir 4 yil 40 millionlik xalqning qulog'iga tepdi. Ko'ryapsizmi? Mana Yaponiya xalqining tarbiyasi O'zbekiston Respublikasining elektr energiya vazirining tarbiyasi. Xalq qanday? O'zbekistonning xalqimiz qanday? Men xalqni yomon etganim yo'q. Xalqning aybi yo'q. Biz ongli ravishda ongsiz qilindik, ongli ravishda qo'rqoqlik qilindik. Bularni rivojlantiradigan yagona kuch bu muxolifat bo'ladi, hurmatli vatandoshlar. Muxolifat bo'lmasa, bundan 5 battar bo'lamiz. Muxolifat yo'qligi uchun bir haftada administratsiya to'g'risida qonun chiqarib ketdi. Chiqarib oldi. Akmal Norqobilov noyabr oyidan beri chiqayapti. 25-yil noyabr oyidan beri. Ko'rmayapti deb o'ylayaptimi? Ko'rib turibdi, bilib o'tiribdi. Hammasi eshitib o'tiribdi. Vaqtlar yetgan bo'lsa kerak. Tunan kundan beri 300 odam telefon qildi. Nima emish desam, mashinada reklamaga sotuvga qo'yibsiz dedi. Kobaltingizni dedi. Men hali e'lon qilganim yo'q, hech nima. Kobalt sotaman deb e'lon qilganim yo'q. Hafta e'londaymishmi, qayerdadir meni telefonim nomerimni qo'yib qo'ygan. Qaysi bir shaytonning urg'ochisi. 300 odamdan ortiq odam menga telefon qildi kecha. Men ham gaplashib yotibman. Zerikanim ham yo'q. Nabirat, avjim chiqib ketyapti. Nimaga deng? Hafta e'londa bir shaytonning urg'ochisi bir mashinada kobaltni qo'ygandagi telefon nomerimni qo'yib, sotuvga e'lon qilgan chiqarib qo'yibdi. Ko'ryapsizmi, hurmatli vatandoshlar? Bu deydi O'zbekiston deydi. Shundan bilsa bo'ladi, O'zbekistonda shaytonning erkak urg'ochisi ko'payib ketganidan. Muxolifat yo'qligidan keyin shayton ko'payadi, shaytonning urg'ochisi ko'payadi, shaytonning erkagi ko'payadi. Shayton aytgan-ku, men insonni buzaman degan. Hurmatli vatandoshlar, xo'sh, yurtimizda Alloh shaytonning erkak urg'ochilaridan o'zi asrasin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Like-da bosing. Izohda yaxshilab yozing. Bu degani meni chiqishimga ham yaxshi bo'ladi, hurmatli vatandoshlar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Farzandlaringizni chiroyli kunlarni, baxtli kunlarni ko'rishlikda hammamizga Allohim nasib aylab yursin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.